Bir kishi Rasul akam alayhissalatu vassalomni o'ngimda ko'rdim deganda ham hech narsa o'zgarmaydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom hamma ummatlarga salom aytganlar. Ummatlar nomidan qo'y so'yganlar. Bo'ldi, shu sharaflar yetadi bizga. Bittasi shunda o'ngida ko'rib bizga barkatdan salom aytib kelishi hech shart emas. Biz pastdan shu aytmayapmiz, lekin shariy hukmni bilib qo'yishimiz kerak. Bir kishi Rasul akam alayhissalatu vassalomni o'ngimda ko'rdim deganda ham hech narsa o'zgarmaydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom bir kishini o'ngida kelib vazifa topshirdilar. Sen 100 ta istig'for ayt, 100 ta hamd ayt har kuni. Juma kuni falon duoni qil dedilar. Shu ish sunnat bo'ladimi desa, shar'an sunnat bo'lmaydi. O'sha odamga vazifa qilsa qilaversin, yaxshi savob, agar rostdan ko'rgan bo'lsa. Lekin ikkinchi odamga shu ish sunnat bo'ladi, Rasulullohdan eshitdim deya olmaydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom masalan ahlul Qur'on ahlulloh, Qur'on ahllari Allohning ahllari deganlar. Men o'g'lim, men yaxshi ko'rganim emas, Allohning ahli deganlar. Ahli Qur'onga shu Rasul Allohning ahli ekan Rasululloh aytdilar deb aytasin demaysiz. Odamlarimiz shunaqa. Tushida ko'rgan haligi noaniq narsalarning orqasidan yugurib, yig'lab yurishaveradi. Bu yerda haqiqiy, o'zbekchasiga realniy hadislar turibdi. Eng katta karomat sunnatga ergashish deganlar. Bir kishi dinda istiqomatda tursa, mana shu karomat.